Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli ot shaydolari, biz Abakan ayg'iri kanalimizga xush kelibsizlar. Biz hozir Abduvalini qo'rasidamiz. Ya'ni ukani. Bu toylarda mana omonatlarda juda ham ko'z qarachig'idek ehtiyot qilib qarayapmiz. Har bir ishda bir hikmat bor. Ajab, bunga bejizga aytilmagan. Albatta kayfiyatini Alloh biladi. Yo'llar Qozog'istonlar bekib bo'lib, ba'zi bir aka-ukalarimizni toylarini, yo'l kiralarini hamma yo'g'ini to'lab qo'ygan, lekin yo'llar bekiylik bo'lganligi sababli qolib qoldi. Qolganligi ham bir tomondan yaxshi bo'lgan ekan dedi. Nimagaki qishdan qiynalib chiqib mana hozir ko'kka og'zi tegishni boshladi. Uni sari biz tobora yaxshilab qarab boryapmiz. Hozir sekin toylarni ko'rib suhbatlarimizni davom ettiramiz. Bizlarni kuzatinglar, podpisatsiya, like, o'z fikr mulohazalaringlar va ezgu duolaringlarni ayamanglar. Bizlar uchun. Sababi bizlar uchun bu motivatsiya, kuch-quvvat, g'ayrat, shijoat bag'ishlaydi. Maşallah. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu yerda 223 bosh toylar. Endi bulardan 1-2 bosh naryoqqa qo'shilganlari bor. Bular mana asosan yarmi sizlarda omonatlaringlar bu matador ekan. Yarmi sizlarda omonatinglar bo'lsa, yarmi o'zimizniki. Uni yarmi sotiladi. 3 qismga bo'linadi. Bir qismi sizlarniki, bir qismi sotilganlar. Sotiladiganlar, bir qismi o'zimizni kelajak uchun urg'ochilar, maşallah deb qaslar. Bular kechasi bilan qontarib qo'yganmiz, olib kelib qomab. Endi bularga Alloh nasib qilsa mana hozir Tolibjon, Dilshod, Abduvali tayyorgarligimizni qilyapmiz. Og'ziga haligi albendan ichiramiz. Keyin butasfan degan vitamin ukol beramiz bularga inshaalloh. Ko'ringlarchi, jaravorlar. Hozir bizni kuzatinglar, davom etamiz. Bu Berkut degan o'zimizni kelajak uchun rekord turida ayg'ir. Ayg'irlik qilishlik uchun qulun toyimiz mana 1 yoshga to'ldi. Endi bular hozir 1 yoshga to'ldi desak, bo'laveradi inshaalloh. Sababi mana ko'p qulunlar deyarli tug'ilib bo'ldi. Endi juda qiyinchilik bo'ladi. Bugun mana vaqtimiz shular bilan o'tadi inshaalloh. İşlerimiz mana boshlandi qizg'in. Duoda o'tiringlar. Sabah bular turmaydi canavarlar. O'zini bu yerga uradi. Abduvalidiki mana. Mana o betini shilib simga. O burul sotiladi. Uni orqasidagi toy ham sotiladi. Sotiladigan toylarni sekin yana 1 oydan keyin videolarni chiqaramiz. Sababi hozir endi mana o'ziga kelishni boshladi toylar. Canavarlar, maşallah. Piştimi? Sağ gel rahmet. Fotoğraf prezervatif yapıyoruz sana kadar. Anladım. Gözden geçirir buna canavarlar. Canavarlar. Subhanallah. Bular o'zgargan qaraydi. İşlerimiz qizg'in davom etyapti. Mana ona bozorova dikkan 5 qashqa oxirgi o'tirgan. Mana bozorova omonat chiqib. Ha janovorlar. Sultonni bolasi uchirib turgan, bu sotiladi. Ha janavor mon qaraylar, sultonni bolasini. Asl mol. Mana orqasida turgani Dilmurodjonniki ekan, Samarqandlik ekanmiz. Maşallah. Mana turgan joydan sotiladi degan. Ular alohida videolarda sizlarga eslatmagan nashi oldingi onasini yonida videolar yoki bo'lmasa kelgan mahalda videolari bor. Alohida videolarini 1 oydan keyin ularni chiroyli qilib, yaxshilab semirtirib, tulatini ko'rsatamiz. Ko'rib olasizlar xudosi bu toylarni. Abakan o'g'illaridan olinglar, abakandan olinglar toylarni. Ikkinchida turgan Mirkomiljoniki ekan. Mirkomiljon mana bitta toyasi, ikkita toy olgan ekan. Ular azob quloqdan edi. Sekin. Oh, chechen, nurlar turib chechen. Sulton bolasi mana. O'zimiz ko'p yana bolasi. Buni onasini Qirg'izistonga sotib oldik. Doniyor bergan akamizga. Endi bularda kechgacha shunday qilib
Bugun vaqtimizni ajratamiz. Bularni ham bir ichlari tozalanadi bir qator qurtlardan. Endi sababini qilamiz, natija Allohdan. 2 marta epirma berganimizdan keyin badanlariga. Bizda hozir klesh mahal ko'k chiqqungacha shu kleshlar bo'ladi. Shu kleshlarga qarshi bir qator Praziver degan nima Prestop degan ukoldan qildik. Oldin babizani hozir Prestop qildik. Bu ukoldan vaksinaga yuradi. Shu Prestop qilganimizdan keyin bu jonivorlar ancha o'zgardi. O'zgarish sezildi. Sezil o'ziga kelgandan keyin mana hozir vaqtlarda o'tkazdikda. Endi hozir og'ziga o'sha 8 gram, ba'zi birlarga 10 gramdan alben ichirib, keyin 5 gramdan 10 gramgacha vitamin uryapmiz. Umarjonniki ekan, ovqatli ekanligi rekord yurisidan. Ularni ham bir ichib o'tdi. Yonidagi ali Dostonbek ekan. Zumno ukamizga andijonlik. Mana ovqatlik andijonlik, maşallah. Bu Svetani yuzidagi baytal o'zim uchun olganman. Baytal qilaman kelajakda, biya qilaman deb. Mana ko'k Habibullohniki ekan. Maşallah deb qaslar. Endi bular ichida zo'r. Toylar xudo xolasa borsa xursand qiladi hammani inshaalloh. Xonadoniga salomon yetib borsa xursand qiladi. Bunga ishonchimiz komil. Mana salomon qishlardan boqib chiqardik. Aka-ukalarimiz xursand, biz bilan aloqa qilayotgan aka-ukalarimiz xursand. Asosiysi shu xursandchilikka, uzoq yaqindan turib bir-birimizga bo'lgan ishonchga yetmaydi. Bu endi bular jonivor, bizlar uchun bir Alloh tomonidan yaratilgan. Bularga qarasangiz savob olasiz, boqsangiz savob olasiz, sotsangiz nima deydi? Cho'ntagingizga pul bo'ladi. Shuni singari alhamdulillah. Endi bular nima живой organizmda ba'zi birlar aytadiki, 100 ta 200 ta bunday qilsamki, 100 tadan bunday bo'lsa deb turlashib pulni hisoblaveradi. Yo'q, bunda emas gap. Bu barakada gap. Shu chiroyli qilib bularga qarab, bularni uddasidan o'tib, yaxshi qarab tursanglar, bular o'zlari nima deydi? Pulda shu olib kelaveradi. Biz yoshligimizda chollarda qo'lida katta bo'lganmiz, hali otalarimiz yoshligimizda o'tib ketgan. Mamat polvon, Jo'ravoy otalar degan biz otalarimiz bo'lardi. Ular aytardiki, Dilmurod derdi, sen pulni quvma bolam. Sen qilayotgan ishingga e'tibor ber. Qilayotgan ishingga ko'nglingni qo'y, ashunga to'xtal. Shu ishni ustasi bo'lishni harakatini qil, shu ishni ustida qattiq ishla. Yolg'on gapirma, birodar aldama. Shu ishni chiroyli uddasidan o'tsanglar, pul seni o'zi quvlab keladi derdi. Sen pulni quvlama derdi. Xullas gapni qisqasi, pul seni quvlasin derdi. Biz ham o'sayotgan o'g'illarimizga, ukalarimizga aytmoqchimiz, pulni quvlamanglar, pul sizlarni quvlasin. Pulga qanchalik harakat qilib pulni quvlasanglar yeta olmaysizlar. Unasiga yetisha olmaysizlar. Pul sizlarni quvlasin. Qanaqa qilib quvlaydi hojiga desanglar, mana men sizlarga aytaman, shu qilayotgan ishinglarga yaxshi e'tibor berib, chiroyli, pokiza ishlab, yolg'on gapirmay, rost gapirib, to'g'ri tugib, to'g'ri turib, halol yeb, halol ichsanglar, o'zi pul sizlarni quvlaydi inshaalloh. Bizlarni kuzatinglar. Endi gap o'rniga qo'ygan gapirib qo'yib, to'g'ri qabul qilinglar akalar, meni gapimni ko'rar. Bu maqsadki, mana esinglarda bo'lsa buni narigi qo'radan beri qo'raga olib kelib, Dishot buni haligi ayg'irlarga qo'shib boqdi, keyin Sulton boqdi. Orqasida Ikromjondik. O berigi Baytal ekan. Ona Abdug'ani sizniki ekan-ku, mana oqsoqolni to'y. Qo'riqchi. Narigi Baytal ekan. Kalasi. Jonivorlar turmaydi. Shu to'lib qoldi. Shu orqasidagi qora toy. Maşallah. Sotiladi işte. Katta yapıyoruz. Maşallah. Juda yaxshi. Tomonga mana dorilarni ichirib, qo'llarni sayib o'tkazyapmiz. Bularni hammasini shu yerga to'playmiz. Inshaalloh Alloh shifo qilsin, shifoyi komil qilsin jonivorlarga. Omirga omijonlik ekan to'liq. Maşallah. O Xolyorbek akamizniki, Xolyorbek sizniki. Toshkent akamizniki. Zo'r katta qoldi, jonivor. Sevara qoldi, jonivorlar. 5 qashqa sotiladi. 5 qashqa. Chiste 5 qashqa. Jonivorlar kutishyapti. Shu baytalni ham rosa og'ridi, oyoqlari juda og'rib endi o'ziga kelishdi boshlab. Maşallah, mana baytal ham qishi bilan og'rib chiqdi. Endi o'ziga keldi. Mana bu o'tkir berdik ekan. Maşallah mana. Bu sotiladi. Bularni bir oydan keyin xudo olsa inshaalloh chiqaramiz videolarni akalarga ko'ra.
tavsiye qilamiz ular. Bular ham sotiladi. Endi bu ukalarimiz, o'g'illarimiz ishlarni qiyinga qadar men bir o'g'il bolachasiga qilib bir jarkopmi yo bo'lmasa qo'g'irma sho'rvami qilaman. Qo'y go'shti, qo'y yog'larini olib kelganman. Kelinglar, akalar, shunday qilib nima deydi? Ham tijorat, ham ziyorat, ham dam olish bo'ladi. Mana qaranglar to'ylarni. Allohning falokatlarni yog'iladi, maşallah. Kulbamiz mana. Xudo xolasa mana ovqatlari qilib bolalarga qo'g'irma sho'rva. Kelsanglar sizlarga inshaalloh shunday qo'g'irma sho'rvalarni qilib beramiz. Kofelarni damlab mehmon qilamiz. Kelinglar. Maşallah. Sizlar nominglardan ham endi ichib qo'yamiz endi bu sho'rvalarni pishirib qo'yamiz. Maşallah ishlarimiz davom etyapti. Abdulhamid ekan-ku mana. Oxyolis. Rekord deydi. Rekord 1. Canavarlar. Maşallah. Bak kökte keçeydi sotildi bu ukamizga. Yangi kelgan to'y. Vali asib edik. Canavarlar mana. Rosa bugun kechadan bu baytal. Kechadan beri qorni rosa qon tarildi bularda. Endi hozir ichiga dori quyishyapti bolalar. Soat obeddan o'tib qoldi. To'ri bo'lib qoldi. Maniyat shifo qilsin Alloh. Canavarlarga. Paşanbey ko'zlik. Maşallah köküz. Canavar. Mabdurov'daki ekan 5-biyani bolasi. Rosa katta ketdi ularchi. Bunga shirib qoldi. Ishlarimiz deyarli davom etyapti. 3dan 2si bo'ldi. Xolos yana biri qoldi. Bu yoq 150 tacha toylarimizni qo'ldan o'tkazib bo'ldi bolalar. Tomondan beri. Turmaydi qolaylarmi? Qiynaydi. Lekin bolalarni so'zaymaydi. Bak. Maşallah. O'tkazib bergandik. Qo'qonli Bahramjon ukalarimizni sotdik mana shu toyni. Ukalar mana toylar o'nglanishni boshladi xudo xolasa. Bu orqasidagi Elyorberdagi ekan Samarqand ukamiz ekan. Sirdaryomi, Surxondaryomi shunday. Bu saman o'zimizni baytallardan kelajak uchun. Bu mahsulot ko'k ekan. Mana orqadagi onasini sotganmiz. O'zbekiston Andijonga vodi nimaga, Asakaga. Kech tug'ilgan edi, jonivar. Mana. Baytal olib qolibdi jonivar. Subhanalloh mana. Ömrü bor ekanda qishdan chiqib zo'r olib qolibdi jonivar. Qap qol ekan. Ozgina qiyin bo'ladi, lekin o'zlari uchun juda ham yaxshi bo'ladi jonivorlar uchun. Hozir ayni mahal ko'klar endi buni buyoqqa chiqib ketadi. Ichida qurtlar bir qator obrobotka bo'ladi. Qishdan chiqib jonlandi bular jonivorlar. Mana shunday ko'rsizniki Buxorolik ekanmiz. Pullarini to'lab qo'ygan yo'lkirlargacha berib qo'ygan, yo'l ochilishiga olib beramiz inshaalloh. Bahramjon akalarimiz yana bitta toy oldi. Zolotuv Hindu yuridan. Bitta to'riq toy olgan, ikkita toy olishdi bularchi. Bu Elyorberdik. Bismillah, mana ishlarimiz nihoyaladi. Bolalarga ham rahmat. Shom mahal kirib keldi. Ungacha mana ulgib qoldik. Ularni bir kun och qo'yib kecha shom mahallab kirganmiz mana. Bir sutka bo'ldi, hech narsa yemadi ham, ichmadi ham jonivorlar. Faqat ularga shu qo'l, ichlariga dorilar sayildi. Endi hozir ularni direktor pastiga haydaymiz. Bu yerdan karovli chiqarib, bu yoqqa haydaymiz. Biz sizlar bilan xayrlashmaymiz. Sizlarga assalomu alaykum deb qolamiz. Bizlarni kuzatinglar va bizlardan toylar, qulunlar, baytallar kelajak uchun ulg'ash toylardan olaylar. Biz sizlarga inshaalloh olgan omonatlaringizni chiroyli qilib yetkazib olib beramiz. Kecha kim edim u, bugun kim bo'ldi? Marhamating cheksiz, Parvardigorim. Kecha kim edim u, bugun kim bo'ldim? Mehnatim ro'yobga oshib turibdi. Do'stlar qirg'og'idan toshib turibdi. Nigohlar biz tomon shoshib turibdi. Kecha kim edim u, bugun kim bo'ldim?